Bu qiz bizni qishloqdan. Nima? Uyam million yutmoqchimi? Menga qara, qishloqdan kelibdi bu qiz. Shen xonim, oilangiz haqida gapirib bering. Salom. Men qishloqda bolalar shifokoriman. Erim esa hozircha ishsiz. İşsizmi? Dasturni boshlashdan oldin qoidalarni eslatib o'taman. Qatnashuvchilarning roziligi bilan ularning uylariga yashirin kameralar o'rnatdik. Sevimli insonlaringizni kuzatamiz va kimning turmush o'rtog'i eng yaxshi ekanligini aniqlaymiz. G'olib ta'mirlash uchun pul va yangi uy sotib olish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Shen xonim, tushundingizmi? Endi joyingizni egallang. Marhamat. Shen xonim, nima, qishloqda yashaysizmi? Kiyinishidan ko'rinib turibdi-ku. Qanday qilib qishloqda eski uyda yashab turib ta'mirlash uchun pul yutish mumkin? Yaxshisi qatnashishdan voz kechib, joyingizni bizga bering. Biz 4 qavatli kottejda yashaymiz. Shen xonim, xo'jayiningizga ishonasizmi? Avvalgi sonlarda bir nechta ishtirokchi dastur boshlanganidan bir kun o'tib, erining xiyonatini aniqlagandi. Xo'jayinim Jancheng oilamizni juda ham yaxshi ko'radi. Yoshligidan do'stlari ham, boshqa munosabatlari ham yo'q. Qanday siri bo'lishi mumkin? Shen xonimning turmush o'rtog'i Jancheng aslida qanday inson? Sevimli insonimning siri dasturining 10-mavsumi jonli efirni boshlaydi. Nihoyat tugatdim. Alo, ha, menman. Bugun kechasi xotiram ishlab qoldi. Uyda bo'lmaydi.